Muhammad Umar, Dubayda qanchadan bersiz? Assalomu alaykum. Dubayda 2 yildan beri ishlab kelaman. Nima sohada ishlaysiz? Meni soham retail, ya'ni client advisor. Qaysi brendda ishlaysiz? Men Monday degan italyanskiy brend bor. Akasan Dubaymizda. Bu yerda kiyimlar qanaqa? Bizni kiyimlarimiz deyarli 90% casual, ya'ni formal emas. Ko'chaga kiygani juda zo'r luxury outfitlarimiz bor. Oylik xarajatlaringiz qancha? Oylik xarajatlarim oyga qarab. Aha. Misol 3000 dirhamdan 4000 dirhamgacha. Nimalarga sarflaysiz? Bu pulni bir qismini kvartirada, Aha. ya'ni Dubayda kvartira ancha qimmat. Qolganini o'zingiz uchun do'stlar bilan, birodarlar. Ko'chaga Qayerlarga? chiqadi, shopping Safar. shunaqa narsalarga. Shopping bo'lsa yana o'zingizlar bilasizlar ketmayadi. Ha, u narsalarga alohida Unga ko'payib alohida. ketib qoladi. Bu sohada ish topib kirish uchun ikkita maslahat berasiz. Meni maslahatim ingliz tilini va hamda tashqi ko'rinishga yaxshi e'tibor berishga.